24-70. Sakkiz yuz 80. Bu joyga ketganlardan yana qanaqa Davlat kadastrlar palatasi Toshkent viloyat boshqarmasida Parkent tumani filiali xodimlari tomonidan hozirgi kunda 1899 ta ko'chmas mulk xatlovdan o'tkazildi. Bularning barchasi e'tirof dasturiga kunlik yuklab borilmoqda. Shulardan jami 25 ta fuqaroga mulk huquqi e'tirof etildi. Hozirgi kunda Davlat kadastrlar palatasi Toshkent viloyat boshqarmasi Parkent tumani filialidan 14 nafar mutaxassis xatlovga jalb qilingan. Bog'bon, Kungay, Oydin hamda Guliston mahallalarimizda xatlov ishlari olib borilmoqda.